Bilasiz, Hilol nashriyoti Shayx hazratlarining bir qator dolzarb masalalarni o'z ichiga olgan kitoblarini lotin alifbosida nashr qilib kelmoqda. Xossatan Baxtiyor oila, Mo'minning meroji, Ochiq xat, Isrof, Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitoblari lotin alifbosida nashr qilingan. Tez orada ijtimoiy odoblar kitobi ham lotin alifbosida nashr qilinadi. Ma'lumot uchun, kelajakda Shayx hazratlarining barcha kitoblarini lotin alifbosida nashr qilish rejaga kiritilgan. Shuningdek, Hilol e-book ilovasidagi barcha elektron kitoblarni lotin alifbosida o'qish imkoniyati mavjud. Yana bir yangilik, Shayx hazratlarining shoh asarlaridan bo'lmish Iymon kitobi ham lotin alifbosida chop qilinmoqda. Kitobni tez kunda Hilol nashrining barcha do'konlaridan xarid qilishingiz va onlayn sahifalardan buyurtma berishingiz mumkin. Xo'sh, siz uchun qaysi alifbo qulay? Lotin yoki kiril? Buni izohlarda yozib keting.